Bugungi video darsimiz 200 talik misollardan 8-9 misolda ishlab beraman. Demak, quydagilardan nechtasi funksiya bo'la oladi deyapti. O'zi funksiya degani nima degani? Funksiya bo'lishi uchun har bir x ga faqat bitta y mos kelishi kerak. Birinchi grafikka qaraydigan bo'lsak, mana bu vertikal chiziqda demak ikkita nuqtada kesib o'tyapti. Y ikkita bo'lyapti. Demak, tarifga zid bo'lyapti. Bu funksiya bo'lmaydi. Ikkinchi chizmaga qaraymiz. Mana bu yarim aylana y ni bitta nuqtada har bir x ga bitta y mos kelyapti. Demak, bu funksiya bo'la oladi. Uchinchi chizmaga qaraydigan bo'lsak, demak, bu yon tomonda yarim aylana, bu ikkita y ni kesib o'tyapti. Demak, bu ham aylana bo'la olmaydi. To'rtinchi chizmada mana bu yerda ikkita nuqtada urinib o'tyapti. Y ikkita qiymat. Demak, bu ham funksiya bo'la olmaydi. Demak, bittada D javob bo'ladi. Keyingi misolimiz berilyapti. Bu yerda kosinus alfamiz 3/5. Va a sinus alfa, b tangens alfa, c kotangens alfa bo'lsa, deydi, a b'slarni o'sish tartibida joylashtiring deyapti. Trigonometrik formulalarda ayniyatlardan foydalanamiz. Sinus kvadrat alfa plus kosinus kvadrat alfa 1 ga teng. Bu yerdan kosinus alfani topadigan bo'lsam, plus minus 1 minus sinus kvadrat alfa. Ya bizda kosinus berilgan ekan, sinus alfani topadigan bo'lsak, plus minus 1 minus kosinus kvadrat alfaga teng bo'ladi. Bu yerda ikkita qiymat, ya'ni bittasi musbat, bittasi manfiy. Mana bu qovusning ichidan nima uchun berib qo'yibdi? Mana shu yerda musbatini olamizmi, manfiysini? Uning uchun sinus, xo'p, kosinus alfa, mana bu yerda sinus alfa nechinchi chorakda musbat? Birinchi chorakda sinus alfa musbat, ikkinchi chorakda ham musbat, uchinchi, to'rtinchi choraklarda manfiy bo'ladi. 0 pi taqsim 2, 0 dan 90 gradus oralig' mana shu. Bunda sinus musbat bo'ladi, musbat oralig'ini olamiz. Sinus alfa teng musbat 1 minus kosinus kvadrat alfa 3/5 kvadrat 9/25. Mahraj bersak 25 dan 9 dersa 16, 16/25, ya'ni 4/5. Bu bizda a'si, a 4/5 ga teng ekan mana. Endi b ni topmoqchi bo'lsak, b tangens alfa. Tangens alfa nimaga teng? Sinus alfa taqsim kosinus alfa. Sinus alfamiz 4/5 ga teng. Kosinus alfamiz 3/5 ga teng. 5 lar qisqarib ketib 4/3 ga teng bo'ladi. Endi s ni topmoqchi bo'lsak, bu kotangens alfaga teng. Kotangens alfa kosinus alfa taqsim sinus alfa. Kosinus alfamiz berilgan 3/5. Sinus alfamiz topib oldik 4/5. 5 bilan 5 qisqarib ketib 3/4 qolyapti. Mana bu yerda yozib qo'yamiz. A teng 4/5, b teng 4/3, s'miz 3/4. O'sish tartibida joylashtiring deyapti. Eng kattasi b, chunki bu 1 dan katta. 4 3 ga bo'lsak 1 dan katta. Mana bu yerda b bo'ladi. B hammasidan katta. Keyin 4/5 kattami, 3/4mi? 4 ni 5 ga bo'lsak 0.8, 3 ni 4 ga bo'lsak 0.75. Demak, a s'dan katta. Eng kichigi s. Mana shunday javob qaysi variantda bo'lsa, shu to'g'ri bo'ladi. Bizda bu a variantda turibdi.